har doimgi nima deydi, tadbirkorlar bilan olib boradigan uchrashuvimiz. Bugun ham sizlarga mana shu o'zimiz bankimiz tomonidan chiqarilgan bank mahsulotlari to'g'risida tushuncha berib boramiz. Endi shu yil hisobda boshidan boshlab har bitta mahallaga, bizga mahalla biriktirilgan, tuman bo'yicha 11 ta mahalla biriktirilgan, har bitta mahallaga agent hamda o'sha 3-4 ta mahallaga bittada mahalla banki biriktirilgan. Bular vazifasi nima? O'sha yerda borib aholini o'rganib chiqib, kreditga talabi yoki bo'lmasa bank mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini yoki nima qiziqishini yoki o'shalarga nima deydi, qisman bo'lsa ham tushuncha berib boradi. Qisman emas, shu o'zimiz yo'nalish bo'yicha boricha tushuncha beriladi. Bu yerda o'sha kimdir masalan oddiygina kommunal to'lovni amalga oshirmoqchi bo'lsa ham bankka kelyapti-da. Lekin uydan turib o'sha narsani amalga oshirsa bo'ladi. Bitta plastik kartochkasi o'shani ilova bo'laveradi. Bizlar agar mana bu ilovamiz bor, o'sha yerdan gazmi, svetmi, suvmi yoki bo'lmasa qaysi bankdan kredit olgan o'sha kreditini yoki bizlar bankdan kredit olgan shu kredit uchun mana bu yerda kelib o'xshab turib shuncha joydan nima deydi, kelib sarson bo'lib yurmasligi bo'yicha tushunchalar olib berib boradi-da, o'sha yerda kerak bo'lsa o'rgatadi shu narsani. Bundan tashqari kimdir ortiqcha pul mablag'i bor, o'sha narsani omonatga ushlab turish imkoniyatlari bo'yicha bizlar bankimiz omonat turlari o'shalar bo'yicha ma'lumot berib boradi. Endi omonatning yaxshi tarafi ham foiz turib turadi, undan tashqari xavfsiz. Misol uchun nima deydi, kimdir mashina olmoqchi bo'lib pul yig'yapti yoki bo'lmasa kimdir uy olmoqchi yoki boshqa rejalari bor, pul yig'adi. O'shani uyda qo'ygandan ko'ra keladi bankka omonatga qo'yadi. Ham nima deydi, ko'payib boradi. Ham xavfsizgina turadi. Xohlagan paytda ketadi, narx bo'lsa narx, plastikdan bo'lsa plastikdan. Qilsamiz. Oddiy misol hozirgacha ham masalan ko'ramiz, o'sha mijozlarni shu bankka keladi, kredit to'lov uchun ham ochlatga turadi. Yoki bo'lmasa bog'chaga to'lov qilish uchun ham hozirga keladi, ochlatga turadi. Endi misol uchun sizlar aytishlaringiz shahardagi kishilar kelib ketadi, lekin uzoqdan keladiganlar bor. Masalan Xitoydan, qaror qishloqlardan keladi. U birinchidan vaqtini yo'qotadi, ikkinchidan misol uchun taksiga chiqadi, keladi, shaharga ikkita taksi mashina almashtiradi. Yana ketguncha shuncha. Lekin o'sha narsani uyda turib olib, nima qilsa bo'ladi, amalga oshirsa bo'ladi. Bundan tashqari masalan tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan mijozlarimiz bor. Yoki masalan savdo faoliyatlari bilan shug'ullanuvchilar bor. O'sha faoliyatini kengaytirmoqchi bo'lyapti. Yoki bo'lmasa hunarmandlarimiz, yoki kimdir uyda nima hozir ortiqcha xarajat va boshqasi bor, chorva bilan shug'ullanaman deydi. O'shalarga bankimizning imtiyozli kreditlari bo'yicha ma'lumot berib boradi. Endi bizlarda ham bor kreditlarimiz 12 million so'mgacha, 50 million so'mgacha, 100 million so'mgacha, 300 million so'mgacha kreditlarimiz bor. Mijozlarimizga ajratib kelganmiz. Misol uchun 12 millionlik oladigan bo'lsak, plastik kartochkaga o'tkazib beriladi. Garov sifatida sug'urtani kafillik olinadi. Bundan tashqari nima deydi? Muddati ham uzoq muddatga, 4 yil muddatga beriladi. Imtiyoz davri ham bor. Mahalla loyihasi ham xuddi shunday 50 million so'mgacha ajratiladi, 2 yilgacha imtiyoz davri bor. Faqat foiz to'lab bo'lgan, undan keyin asosiy qismidan bir qismini to'lab boradi. Bundan tashqari 312-sonli qarorimiz bor. U bo'yicha prezident qarori chiqqan, u bo'yicha nima deydi? Kamida 1 yildan buyon faoliyat ko'rsatgan tadbirkor mijozlarimizga, o'sha tadbirkorlarimizga ajratiladi. 7 yil muddatgacha 2 yil imtiyoz davomida ajratiladi. Foizi endi nima deydi, hududlarga qarab belgilangan, bizlar Muborak tumanimiz toifaga qarab ajratilgan tumanlar, o'sha bizlarning Muborak tumanimiz 4-toifa bo'lgani uchun 20% dan ajratiladi. Bundan tashqari kimdir masalan chetda nima deydi, o'sha migrantlarimiz bor, ular o'sha yerda daromad olayotganda pulni jo'natadi. Masalan kimdir o'sha xalqaro